Xo'jayin eng zo'ridan bu. Menga podxod endi bu. Xo'jayin aslo unaqa emas. Sizni akamdek ko'raman. Endi akamni o'g'liga sovg'a bera olmasam uyatda xo'jayin. Chin ko'ngildan. Ay yash. Nimami? Nech pulida oyligi? 15 million xo'jayin. Yo'q, 20 edi shekilli. Rahmat xo'jayin, rahmat. Men ish qilayapman xo'jayin. Sen ham ishlaysanmi? Yo'qmi? Yo, kelib-ketib yuraverasanmi? Ishlayman xo'jayin. Mana nimadir olib kelaman. Yo, gap olib kelishda emas, bunday ishlasham kerak-da. Xo'jayin, o'rmondan kiyik tutib kelganman. Hozir pishyapti, maza qilaymiz-a? Yana kiyikmi? Jonga tegdi. Ha bitta ish eplolmaysan. Nima yegiz kelyapti xo'jayin? Nima tutib kelay? Ha yo'q, shunaqa bo'ptimi? Yomon qiladi. Yaxshi kadrga o'xshayapti. Bilchi biz korxonada ishlarmikin. Bo'ldi hozir. Xo'jayin gaplashdim. Ishlarga diplomi yo'q ekan lekin. Diplom kerak emas. Yonimda kulib tursa bo'ldi. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Xo'jayin kamchilik bo'lmadimi? Zo'rmi? Bir kun uxachisiga chochini oldirib, zubachisiga bo'lib qolibdi. Ko'rdingmi? Kadr tanlashni bilamanmi? Tuzi yurakur, o'rnimizni egallab oladi hozir. Bang.